Xudo xolasa bir hafta, 2 haftada bu joyimiz sotilib ketadi. Jigarlar, Yashnobod tumanidan arzonroq, kichikroq joy so'raganlarning diqqatiga videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'yinglar. Hamma so'rayotgandek tupik mahallada joylashyapti. Bir tekis ko'chadan kirib kelganingizda 3 sotuli aynan shu joyimizda sizniki bo'lishi mumkin. Biz hozirgi paytda akamizni qo'llarini yarmini sotib yuryaptilar. Kelasiz, ko'rasiz, yoqqandan keyin bemalol zaklatib berib, baraka qoldirsanglar bo'ladi. Yon atrofga nisbatan yaxshi narxda xudo xolasa berib yurishyapti. Bir sotig'iga xudo xolasa $25,000 dan savdolashdik. Qo'ldan kelgancha o'zinglar yana kelasizlar, gaplashasizlar, savdolashasizlar. Yashnobod tumani hozirgi paytda jigarlar tuzildi bo'lib turibdi. Hamma bilgan hozirgi yangi qurilgan Prezidentskiy mana bu aeroportni yonginasiga tushyapti. Olimpiya shaharchasining yonida bo'lib turibdi. Maktab, bog'chalar yaqin jigarlar. Mahalla tinchsin ham, o'zbek mahalla, suv, svet, gaz, internetlardan xudo xolasa hech qanaqa muammoga uchraydi. Dokumentlarda ham bosh og'rib bo'lmaydi. Kelasiz aytganimizda yoqqandan keyin barakasini qolaversanglar bo'ladi. Xudo xolasa darvozlarni ochib, chiroyli qilib, har kelgan odamni rozi qilaman deb turish. Hozir hamma bilgan, hozirgi paytda rivojlanib borayotgan yangi Toshkent proyekti xudo xolasa ishga tushadi jigarlar. Bilasiz, yaqin orada o'sha yangi Toshkentdan o'tayotgan sentralniy katta yo'l trassasi mana shu 200 metr teparoyimizdan o'tar ekan. 11 ta xonadon hozirgi paytda sinovga tushdi. O'sha mana bu yo'l tushishini hisobiga. Mana bizni ko'rsatgan ko'chadan 200 metr teparoyda uyimiz qizil hududda edi. Qizil hududdan chiqarib qo'yilgan. Bemalol oldi sotdagi tayyor holat bo'lib turibdi. Bu degani, agar yo'l tushadigan bo'lsa, siz hozir 25 ta oladigan bo'lsangiz, 100% narxdan yana ham ko'tariladi. Sizga faqat plyusga o'ynaydi. O'zi hozirgi paytda bilasizlar, yer umuman qaytmaydi. Faqatgina ko'tarilsa ko'tariladi. Past raqam orqali telefon qiling, aloqaga chiqib, jigarlar xudo xolasa savdolashib olib qoling. 3 sotuli shu joyimizga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmanglar.